elektron stabilizatsiyani test drive qilamiz. Mana shu qorli yo'lda o'zi ko'rsataman. Ishlab ketgan paytda mana bu sariq o'zini belgisi yo'nadi. O'zi taxminan 40-50 haydab mana bunaqa reski manevr qilamiz. Mana rulni aylantiramiz, ammo mashina bo'lsa o'zining trayektoriyasini yo'qotmaydi. Sistema ishlab ketgan paytda salon ichida ovoz ishladi, qatorlagan ovoz ishladi. Bu ABS ishlab ketgan bo'ladi. Bu normal holat bu. Mana bu yerda hech kim yo'q. Mana shu yerda boshlaymiz. Taxminan 40 haydaymiz. 40 bilan endi manevr qilamiz. Ana. Salonning ichida qatorlagan ovoz ishlayapti va skorost tashayapti ana. Keyin mashinani o'zi ham razgon olmayapti. Avtomatik sababi gaz ham tashaydi, tormozni ham bosadi. Mana hozir 40 skorosda ketyapmiz. Bir hisobda opasniy skoros bu. Bunaqa sirpanchiq yo'lda. Rosa o'zi mashinani qiynadi, lekin aylanib ketmadi mashina. Cobalt Gentra endi bunaqa sistemasi yo'q mashinalarga bu ishni qilish umuman tavsiya qilmaydi.